Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekistondan kelgan mehmonlar. O'zbekistondan Buxoro shahridan Jahongir polvon, O'rta Osiyoning Qirg'iziston, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan polvon, tosh ko'tarish, mashina ko'tarish, dor o'yinlarida xizmat qilgan odam mana shu Jahongir polvon bo'ladi. O kishining o'g'illari mana Bahodir polvon. Xush kelibsizlar Qirg'izistonga. Bu kishilarni yaxshilab tanishtirib aytib o'tib ketaylik. Mana shu o'tirgan, to'rda o'tirgan bizning Qadamjoy rayonining Oqturpoq ayli hukumatining Qizilqo'rg'on aylida yashovchi Rahmonberdi Hoji degan kishi, o'sha kishining mana shu Jahongir to'ri shu kishi bilan o'rtaq do'st ekan. Shu kishinikiga mana bugun mehmongarchilikka kelib, Qadamjoyda xudo xolasa mehmongarchilikda o'tiramiz Qizilbuloqda. Mana o kishilar otingizlar nima sizlardan? Avazbek aka, Saloydin aka, Zamzam aka, mana o'zimizning Tuldan bo'ladi. Bardığınızlar, xush kelibsizlar Qirg'izistondan, O'zbekistondan do'stligi, bir-biriga bo'lgan mehr oqibati hech qachon uzilmasin. Mana Qirg'iziston prezidenti Sadir Nurxo'jayev Japarovga, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga rahmat. Mana shunday Qirg'iz o'zbek do'stligini mustahkamlab, shu kishilardan xalqning boshini biriktirib yo'l ochib bergan shu kishilarga rahmat. Har doim xursand bo'laylik. Mana shunday xursandchilik hech qachon uzilmasin. Mana shunday Qirg'iz o'zbek dasturxonligi joyilib, har doim xursand bo'lib yurishlik hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Alhamdulillah robbil alamin va salatu va salam va rasululloh Muhammadin va ashabi ajmain. Allohim mana shunday kunlarga yetkazganiga, ko'rgazganiga, bergan rizq nozik ne'matlaringa shukrlar bo'lsin. Mana shu mo'min musulmon bandalarimdan rizqlarini keng qilgan, dunyosiga fazil bergan, iymonlarini baquvvat qilgan, ikki dunyo baxtli bilan Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban rahmat ya Allah. Bu gapda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafatu Ali Yusuf Dönüşün. Karbala ve Erkaza 5 ayet parvardigan elhamdülillahillazi at'amana vasakana vel celala minel muslimin Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar bi rahmatika ya Allah. Bu kishi Jahongir polvonni nevaralari, polvonlar avlodining 4-sulolasi. Bu kishi ham o'zini yoshida, o'zini vaznida, bu kishi ham O'rta Osiyo, ana O'rta Osiyo emas, Osiyo desak ham bo'ladi. Tosh ko'tarish bo'yicha bu kishi ham chempion. Alloh rozi bo'lsin. Ana shu 5 yosh holatlarida yengil mashinalarni tishlar bilan tortib, ustlarida ko'tarib, og'ir toshlar ko'tarib, odamlar ko'tarib, katta vaznli odamlarni ustlarida ko'tarib, mana shunaqa chempion bo'lganlar. Xalqning xizmatida yuraversin. O'g'illari uzoq, rizqlari polvon bo'lsin. Ismingiz nima? Jahongir Mirzo. Yo, familiyangizni bilan ayting. Jahongir Mirzo. Jahongir Mirzo. Tarjimon